Lибо ты, lибо тебя, да? Yo'q, o'zi Shunaqasimi? boshlagan paytlari ham prям ani 20 karantin paytida Shunaqa. boshlaganda. Lибо ты, lибо тебя, да? Ha. Zakon Amazonki, да? Assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz mehmoni Tasvision startap asoschisi Shahzod Umirsakov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor o'zingizni ozgina tanishtirib, Tasvision startap haqida ozgina qisqacha ma'lumot aytib bersangiz. Tasvisionning asoschilaridan biri ham bosh direktor hisoblanaman. 2021-yilda asosan shu chakana savdo yo'nalishida ish faoliyatimizni olib boramiz. Sun'iy intellekt orqali, ya'ni yordamida biz chakana savdo do'konlariga savdosini oshirishga yordam beramiz. Aynan savdoda ularda shunaqangi muammo borki, ya'ni mehmonlar soni nechta kirgani, ularning jinsi, ularning yoshi, kirgan o'sha mijozlarni do'kon kirganda qaysi tarafga burilgani, qaysi joyda ko'proq vaqt ketkazganini, ya'ni o'sha marketing tahlil deydi bitta so'z bilan. O'sha marketing tahlilni real vaqtda esa kuzatuv kameralar hamda o'zimizni yaratgan aqlli kamera orqali tahlil qilgan holda biz ularga ya'ni natijalarni uzatamiz hamda esa sun'iy intellekt orqali biza nima qilish kerakki chakana savdosini oshirish uchun. Biz mana shu 5 yildan beri bozorda mavjudmiz. 5 yil ichida biz 10 tadan ko'p mamlakatlarda eksportga yo'lga qo'yganmiz hamda O'zbekistonda biz ya'ni liderlik pozitsiyalarda bo'lib kelamiz. Qozog'istonda 2-o'rindamiz, lekin yilning oxirida inshaalloh 1-o'ringa chiqamiz. Men 1-o'rin deganimda bozorni nechidan foiz qiymatini olish nazarda tutyapman. Turkiyada bor, Peruda bor, Latin Amerikada, Yaponiyada bor mijozlarimiz hamda Birlashgan Arab Emiratlarida bor, Tojikistonda, Qirg'izistonda, Gruziyada, Ozarbayjonda ham bor. Sizni boshqa podkastlaringizni ko'rganimda, nimadan boshlaganingizni aytib bergansiz. O'zingizdan kelib chiqqan muammolardan shu Tasvisionni yaratganingizni aytgansiz. Bitta narsani so'rab ketmoqchiman. Siz Tasvisionni yaratayotganingizda qanaqadir sizga referens bo'lganmi yoki nimadirga qarab o'shani bizani O'zbekistonga olib kirganmisiz? Bilasizmi, to'g'ri aytdingiz, ko'pchilik podkastlarda shu ma'lumot bor. Ya'ni qisqacha aytib o'taman, Adam nafta bazasida konduktor bo'lib ishlaganman. Ya'ni maktab davrida kanikul payti shu odamga yordam beraman deb, ya'ni qiziqib, o'zi kichkinaligimdan, yoshligimdan juda ham hamma narsaga qiziqadigan bolalardan bo'lganman. Va shu konduktorda ertalab shu 4da chiqib ketib, kech payt 12da tunda qaytib konduktor bo'lib ishlab, u yerda muammo bor edi. Muammo nimadan iborat? Konduktorlar kassirlarga kun davomida, kunning oxirida kassani 100% topshirmasdi. Ya'ni kunlik o'g'irlik bo'lardi. Naqd puldan kunlik o'g'irlik bo'lardi, 30-40% kunlik bo'lardi. Ya'ni 30-40% kunlik. Mana shuni oldini olish uchun shu odamga taklif qildim. Bitta qurilma yaratish, odamlarning sonini sanash, avtobusga kirgan chiqqanini, qancha kassa bo'lish kerak, qancha chunki yo'l kira aniq, nechta odamligini bilsangiz, kassani hisoblash oson. O'shanga shu statistika, shu ma'lumot bo'lsin degan fikrda shu ideyani, ya'ni shuni odamga taklif qilganimda, odam shu birinchi investor, odam rolida, hamda esa birinchi mijoz, hamda esa shu maslahatchi rolda hozirgacha hamma rolni bitta insonda desak bo'ladi. Va shu avtobuslarga qo'ygandan keyin biz tushundikki bozor kichkina. Bozor kichkina bo'lgandan keyin esa biz uni eksportga yo'lga qo'yamiz desak, u boshqa mamlakatlarda masala hal bo'lgan. Chunki bu texnologiya yangi texnologiya emas. Va chunki meni bu hayotdagi asosiy eng katta missiyam shuki, shunaqangi bir mahsulot, shunaqangi bir yechim qilaylikki, shu kallani ishlatgan holda 1 milliard odamlar bu dunyodan tark etgandan keyin ham milliard odamlar yaxshilikka ishlatsin. O'ylaymanki, bu missiya shu hozir kungacha va keyinchalik ham driver deydi, ya'ni shu ertalab bog'li turg'izib, kamroq uxlab, mana shu missiyaga erishish meni bir burchim hisoblayman. Mana shu pivot qilgan holda biz Tasvisionni boshlaganmiz va chakana savdolarga, o'sha tadbirkorlarga savdosini oshirish, do'konlarda ishlayotgan sotuvchi menejerlarni oyligidan tashqari, bonusidan tashqari, nimadir sotgandan keyin bonus oladi-ku, ular 5%, 10% oladi. Undan tashqari motivatsiya bo'lsinki, kirgan mijozni to'g'ri kutib olsa, kulib kutib olsa, salom bersa, servis xizmatni oshirsa, shuni orqasidan tadbirkor ham, ya'ni shu kompaniya daromad topadi. Shu topgan qo'shimcha daromadni esa ishchilarga qo'shimcha motivatsiya qilib, ya'ni konversiya deydi, konversiyaga biriktirishadi.
Endi hozirgi kunda shu 5 yil ichida 2,5 mingtadan ortiq do'konlarga sistemali targ'ibot qilganmiz. Bu degani 180 taga yaqin chakana savdo kompaniyalariga qo'yilgan bu. Bizani asosiy ya'ni klient, ya'ni mijozlarimiz bu tarmoqli do'konlar. Tarmoqli deganda bir nechta do'konlari bor. Aynan non food deydi, ya'ni oziq-ovqat emas. Ya'ni elektronika, kiyim-kechak, aptekalar, bijuteriyalar, ya'ni hammasi kiradi, faqat oziq-ovqat emas, chakana savdo do'konlari. Va mana misol uchun biz O'zbekistondan boshlagan bo'lsak, hozir esa men aytganimdek 10 tadan ko'p mamlakatga eksportni yo'lga qo'yganmiz. Asosiy vaqtimni har oy 1-2 hafta, ya'ni oyni boshida, keyin oyni oxirisida o'sha Turkiya mamlakatida Istanbulda ofisimiz bor, ya'ni mijozlarimiz bor, hamda esa bizning jamoamiz bor, o'sha Turkiyani o'zida turklar. O'sha yerda vaqtimni ketkazaman. Sababi bozor keng, katta. O'zimizga ya'ni maqsadlar qo'yganmiz. O'sha maqsadlarga erishish uchun qisqa muddatda juda ham katta KPI qo'yganmiz. Endi o'shani erishish uchun maksimal darajada harakat qilyapmiz. Barcha resurslar bor. Ya'ni mablag' tomonlama, bir bilim tomonlama, ya'ni maslahatchilarimiz bor u bozorda, har bitta bozorda. Faqat execution deydi, faqat fokus deydi. Bu qo'ygan maqsadlaringiz bu yaxshi. Qo'ygan planlaringiz bu zo'r. Lekin o'sha maqsadlarga erishish uchun, KPIlarga erishish uchun uni bo'lib chiqish kerak. Biz shu bo'lib chiqamiz. Ya'ni kichik zadachalarga, ya'ni kichik vazifalarga. U vazifalarga esa biz ya'ni muddat qo'yamiz. Qisqa muddat. O'sha qisqa muddatda o'sha vazifalar erishib, muammolarga duch kelib, muammo bu zo'r. Chunki muammoni orqasidan tajriba orttirasiz. Tajriba orttirganingizdan endi nima qilish kerakki, keyingi safar qanaqa o'zini tutish kerak, keyingi safar qanaqa ya'ni qabul qilish kerak degan fikrlar keladi. Shuni orqasidan esa o'sib boramiz. Har doim shu endi o'sish deydi hamma, boshqa qanaqa deydi, planlar qo'yadi. Hech qachon o'sish bunaqa tekst bo'lmaydi. O'sasiz, muammoga duch kelasiz, pastga tushasiz, o'rganasiz, tajriba orttirasiz, yana o'sasiz. To есть o'sish sekin-sekin qadamma-qadam bo'ladigan prosess. Mijozlaringiz asosan qayerdan? Mijozlar Osiyodanmi, O'zbekistonmi yoki boshqa chet? Mijozlarni asosiy hozirgi kunda bizda Markaziy Osiyodan, undan keyin esa Turkiya mamlakati, Turkiyadan keyin esa Peru mamlakati, undan keyin esa Yaponiya va boshqa, ya'ni Birlashgan Arablar mamlakatlari. Chunki biz O'zbekistondan boshlaganmiz. Shuning uchun O'zbekistonda asosiy mijozlarimiz O'zbekistonda. Va eng muvaffaqiyatlisi, ko'p daromad topib keladigani qaysi joydan? Markaziy Osiyodanmi? Markaziy Osiyo. Bizning yillik оборотimiz, ya'ni yillik aylanma pulimizning asosan bir 70-80% bu hozirgi kunda Markaziy Osiyoda. Lekin keyingi 4-5 oyda biz tendensiyani ko'ramizki, bizda 4-5 oydan keyin Markaziy Osiyo 50-60 ga tushib boradi foizga. Qolgan foiz esa Turkiya bilan Latinska Amerika, Peru mamlakatlarida, o'sha Kanada mamlakatlarida. Chunki biz mana kechani o'zida operatsion direktorimizni Kanadaga uchirdik. Kanadada keyingi 2 yil davomida o'sha oilasi bilan butunlay bo'ladi. Biz o'sha Kanadaga chiqib sekin-sekin qo'ygan o'sha roadmapimiz bor, yo'l xaritamiz bor. O'sha yo'l xarita asosida Kanadada mijozlarimiz bor, lekin mijozlar bizga to'lashmaydi. U mijozlar test tariqasida, sinov tariqasida bizning texnologiyani sinab ko'radi. Agar texnologiya ma'qul kelsa, biz kutayotgan natijalarni, ya'ni o'sha mijozimiz Kanadaga kutayotgan mijozlarimiz natijalarni olsa, keyingi 3 oyning ichida o'sha endi mijozlarimiz deb hisoblasak bo'ladi. Undan keyin esa shu Amerika mamlakat endi oxirgi nima deydi, maqsad o'sha mamlakat bo'yicha aynan shu Amerikaga chiqishdir. Chunki Amerikaga eng katta bozor. Endi bilasizmi, ko'p gapirsa bo'ladi, lekin statistikaga qaraydigan bo'lsak, dunyoning venture fondlarini ya'ni sonini oladigan bo'lsangiz va foizga o'giradigan bo'lsangiz, Amerikani o'zi 55%. To есть dunyodagi barcha venture fondlar bor-ku, yarmidan ko'pi Amerikada. Qarang, endiki startaplarni olsangiz, startaplarni dunyodagi hammasini sonini olsangiz va Amerikada necha foiz desangiz, 8%. Ya'ni konsentratsiya startap bilan venture fondlarniki juda ham nima deydi, sezilarli darajada. Venture fondlar juda ham ko'p. Shuning sababidan startaplar o'ta tezroq o'sadi. Shuning orqasidan startaplar sotib oladi. Shuning orqasidan yirik kompaniyalar esa ertaga 2-3 yildan keyin bu startap bizning biznesimizni olib qo'yar ekan-ku, biz pulsiz qolar ekanmiz-ku degan fikrga borib sotib oladi. Shu sababli ya'ni
Startapni hamma biladi, ikkita yo'li bor. Oxirgi yo'li IPO va o'sha M&A exit deyiladi. Ya'ni IPOda bu sizning aksiyalaringiz hammaga ya'ni hamma siz aksiyalarni sotib olishga huquqqa ega bo'ladi, siz sotishga huquqqa ega bo'lasiz. Bu success, ya'ni startapning oxirgi yo'li. Ikkinchisi esa sizning ya'ni raqobatdosh, ya'ni kompaniya yoki desa yirik kompaniyangizni butunlay sotib oladi. Ikkita holatda ham startap o'zini maqsadiga erishdi deb hisoblanadi. Lekin startaplar o'sha round investitsiya ko'tarib baho beradi, masalan $5 million baho, $1 million baho, $100 million baho. U baholar nima deydi? Bir o'sha maqsadga erishish uchun jarayondir. Chunki juda ko'p startaplar bor, bahosi juda ham baland, lekin 2-3 yildan keyin puli qolmaydi va kompaniya yopiladi. To есть buni success deb bo'lmaydi. Pul ko'tarish har yili, har 2 yilda maksimum har 2 yilda mana shu startaplar ko'tarish bu, ya'ni bu protsess. Mana shu protsessni shu oxirgi natijaga erishish uchun yoki o'sha M&A yoki o'sha IPO ni qilish. Siz davlat dasturi orqali IT Park Ventures'dan investitsiya jalb qilgansiz. Shu investitsiyani jalb qilganingizdan keyin sizni startapingizda qaysi bosqichini rivojlantirgansiz? Bilasizmi, chek summasi ya'ni unaqa katta yirik summa emas, $100 ming gap ketyapti IT Park Ventures'dan. Chunki umumiy biz $1,5 million investitsiya ko'targanmiz oxirgi shu 8 oyda ichida. Lekin umumiy biz $2 million investitsiya ko'targanmiz 5 yil ichida. Shu 8 oy oldin $1,5 million ko'targanda $1,5 million ichidan $100 ming IT Park Ventures bergan. 1+1 programma orqali. Qolgan investitsiyalar esa asosiysi yevropalik fondlar, amerikalik fondlar berishgan. Yevropalik fondlar bu tarixda birinchi marta o'zbek startapiga yevropalik fondlar berishi. Bu o'ylaymanki, bilasizmi? Men shunaqa his qilamanki, o'ylaymanki, agarda keyingi 3-5 yil ichida Tasvision startapni esa o'sha aytganimdek IPO yoki M&A darajasiga olib kelsak, ya'ni ko'proq M&A darajasini o'ylaymiz, exit darajasini. O'shanga chiqsak inshaalloh, yevropalik va amerikalik venture fondlar natijani olishadi. Va o'sha natijani orqasidan qolgan orqamizdagi turgan yosh startaperlar o'sib kelayotgan, ular esa o'sha resursga ega bo'lishadi. Chunki men har doim o'sha Amerika fondlaridan ko'targanimda, Yevropa venture fond ko'targanimda ularga aytaman, iltimos deyman, yana o'zbek startaplarga 2-3tasiga yana beringlar deyman. Menga berdinglar, rahmat kattakon. Lekin qolganlar hachab 2-3ta. Shunaqa qilib maksimal darajada ularni shu mana shu narsaga yo'naltirib, IT Park bilan bog'lab, IT Park bilan ularni bu yoqqa olib kelib berishsin, O'zbekiston ochishsin, chunki ko'pchilik O'zbekistonda misol uchun eshitishgan, lekin ichkaridan bilishmaydi. Qanaqangi qisqa muddatda biz o'sayotganimizni misol uchun hamma ham bilmaydi. O'sha narsani yoritib berish uchun, o'sha narsani ko'zi bilan ko'rish uchun shu maksimal darajada harakat qilaman, O'zbekistonga kelinglar, Toshkentga kelinglar deb IT Park bilan bog'lab, IT Parkga aytaman, buni poyezdkasini to'lab, polyotini to'lab, ya'ni u Toshkentga polностью mehmon qilib ko'rsatinglar hammani deb. Chunki ko'rsin potensialni. Statistikaga qaraydigan bo'lsangiz, 60% 40 millionni bu 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Kuch yoshda. O'shaning uchun o'ylaymanki, shu yirik fondlarni qancha biz O'zbekistonga olib kelsak, shuncha O'zbekistondagi startaplar tezroq rivojlanadi. Chunki bilasizmi, oddiy sodda tushuntiraman, muvaffaqiyatga erishish uchun startapni venture fond baho beradi. Venture fond uni birgalikda boradi. Ya'ni uni kemasi bilan birga suzadigan, kemasiga tushadigan venture fond bo'ladi. Mana shu venture fondlarni agar ko'proq olib kelsak, o'sha venture fondlarni esa O'zbekistonga jalb qilsak, ya'ni xalqaro venture fondlarni aytaman. Chunki o'zimizdagi 15 ta venture fond boshlang'ich etapida, qo'llab-quvvatlash etapida, o'zimizning bozorga chiqish etapida juda ham zo'r fundament qurilgan. Ya'ni resurs bor. Chetga chiqish, eksport yo'lga qo'yish va katta investitsiya ko'tarish, ya'ni katta deganda 2 million, 3 million dollardan ko'tarmoqchi bo'lgan startaplar bu mamlakatda O'zbekiston qiynalishadi. Chunki o'sha 15 ta venture fondlarni ularni chekini qo'shsangiz ham chiqishi mumkin, 1-2 chiqishi mumkin. 3 maksimum, hammasi qo'shgan. Endi siz hammasini ola olmaysiz. Har bir o'zini venture fondning o'zini mandati bor, o'zini kirgizish investitsion, ya'ni yo'nalishlari bor. Shu sababli xalqaro venture fondlar olib kelsak, ular nafaqat sizga o'sha resursni beradi,
undan tashqari esa bilimni beradi. Undan tashqari esa o'zini odamlarni sizga jo'natib kompaniyangizga va analiz tahlil qiladi. Qayerda siz kuchli taraf, qayerga siz olib chiqish kerak. Jamoangizga esa chet eldagi fuqaroni, ya'ni komandangizga jamoangizga kirgizadi. Bu kultura, ya'ni o'z-o'zini tashkil topadi. O'sha kompaniyalarni tezroq o'stirishga, chunki ularning fokusi o'sha xalqaro venture fondda qisqa muddatda sizni kompaniyangizni raketa qilib uchirish. Mana shu narsaga ular maqsadi. Hammamiz maqsadimiz bir. Faqat o'shani birgalikda harakat qilgan holda qilish kerak. Eng muhimi fokus. Va taslim bo'lmaslik. Ha, to'g'ri aytasiz. Hozirgi kunda Tasvision yana investitsiya jalb qilishga ochiqmi? Bilasizmi, bir oy oldin biz yana investitsiya jalb qildik. Uni hali ya'ni xabarlarga berganimiz yo'q. U ham yevropalik katta fond. Masalan, 8 oy oldin ko'targan bo'lsak va o'sha 2 oy oldin ko'targanimiz umumiy 6 oyda ichidagi qilgan natijamiz hammani xursand qildi. Ya'ni venture fondlarni ham, o'zimiz ham juda ham xursand bo'ldik. Chunki o'sishimiz juda ham ko'st emas, juda ham tez. Lekin bu yili 2026 yil oxirida agar KPIlarga erishsak, o'ylaymanki shu raqamlarga qaraydigan bo'lsak va tarixiy raqamlarga ham qaraydigan bo'lsak, bu erishsa bo'ladi. Qo'ygan maqsad, ya'ni erishsa bo'ladi deganda 2,5 mingta do'kon dedim hozir, lekin yilning boshida 2 mingtaga yaqin edi. Biz shuni 6 mingta qilishimiz kerak. 6 mingta qilsak, bizning shu yillik oborotimiz esa 2,3 million dollar haqida gap ketyapti. Va o'sha 3 million dollar yillik oborotdan esa kompaniyaning bahosi esa shu 30,40 olib chiqsa bo'ladi. To есть maqsad shu. Agarda shu KPIlarga erishsak, raqamlarga qaraydigan bo'lsak, bu narsaga erishsa bo'ladi. O'shanda esa Series A, ya'ni keyingi bosqichni investitsiyani ko'tarishga tayyor bo'lamiz. Ko'ramiz. Qanaqa qilib bu KPIga erishishimizni, qanchalik tez erishishimizni, yo'qida bu yil erisha olmaymizmi? Balki keyingi yil erisharmiz. Eng qizig'i shunda. 2020-yilda Tasvision endi sun'iy intellekt bilan birga ishlayotganda va endi sun'iy intellektni shu startapga kirgizayotganda qanaqa edi va hozirgi payt sun'iy intellekt juda ham tez rivojlanyapti-da, Tasvision hozir qanaqa? Farqi qanaqa katta? Bilasizmi, 2021da shu asosiy chakana savdoga fokus tushganimizda sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha bizda zo'r mutaxassislarimiz bor edi. Keyin u mutaxassislarni xaylashga to'g'ri keldi. Chunki startapda ishlash tempi juda ham tez, ya'ni qo'pol qilib aytganda, yakshanba kuni ham ishlashingiz kerak bo'ladi. Va hozirgi kunda ham shunaqa rejimda ishlaymiz. Boshida shunaqa bo'lishi kerak-ku o'zi. Boshqa yo'l yo'q. Agarda siz oddiy temp ishlayotgan kompaniyalarda xuddi shunaqa temp bilan, lekin 2,5 barobar ko'proq ishlasangiz, ular 1 yilda qiladigan natijasini siz 3 oyda qilasiz. Shu sababli siz 1 yilda qilsangiz, ular 4 yilda qiladigan natijasini 1 yilda qilasiz. Bu yerda eng katta savol, qanchalik tezlik bilan siz qo'ygan o'sha vazifalaringizga erishasiz. Ya'ni orasidagi muammolarga duch kelishingiz tabiiy hol. O'sha duch kelganingizdan keyin yana obratni qaytib, yana boshqa yo'l bilan borishingiz kerak. Va mana shu prosesda siz taslim bo'lmasdan takror qilaverasiz. Ya'ni qayerdir o'zingizga maqsad qo'ydingiz, reja qo'ydingiz, bosdingiz, o'xshamadi. Obratni qaytib, boshqa yo'l bilan borishingiz kerak. Mana shu obratni qaytish eng qiyin, eng og'ir kechadigan. Chunki bu sizga emotsional ta'sir qiladi. Lekin o'sha emotsiyani bitta joyga qo'yib, fokusni esa o'sha tezroq borib, tezroq qaytib kelish va tezroq o'sha qo'ygan vazifalarga erishish, ya'ni qo'ygan natijalarga erishish uchun qilinadigan narsa. Aytmoqchimanki, shu sun'iy intellekt yo'nalishida biz hozirgi kunda Janubiy Koreyani PhD sun'iy intellekt yo'nalishida bitirgan, ya'ni Head of AI olganmiz. Juda ham kuchli mutaxassis. 2020-yildami yoki hozir? 2020-yildan olganmiz, Janubiy Koreyada emas, shu yerdan Samarqanddan. Kuchli dasturchilarimiz bor Samarqanddan. Keyin esa 2022da ular bilan xayrlashganmiz. O'zimizning o'zbek bolalar sun'iy intellekt bo'yicha ekspertlar bo'lganmiz. Biz esa bu sohada, bu yo'nalishda ular soni kam bo'lgan, juda ham kam bo'lgan. Lekin o'sha ko'pchiligi chet elda bo'lgan. Chunki bizning o'sha dasturchilar, o'zbek qorako'zlar chetga chiqib ishlaganda, o'ttir sun'iy intellekt kompaniyalar soni ko'p bo'lgani uchun o'sha yerdan tajriba orttirishgan. Biz ham o'shalarni o'zimizning o'zbek qorako'zlarini topib,
ular bilan Zoom orqali gaplashib, o'sha LinkedIndan topib, tanish bilishdan so'rab, ularni topib, ularni jalb qilishga men aytaman, hozirgi kunda head of AI'mizni почти 1,5 yil ketdi. 1,5 yil ketgan kompaniyaga ofisgacha olib kelib ishlatish uchun. 1,5 yil davomida shu har oy gaplashib turib, sekin-sekin ozgina proyektlarni berib, hozirgi head of AI. hozir head of AI. Lekin u birinchi bizani PhD bitirgan, sun'iy intellekt yo'nalishida bitirgan, ya'ni dasturchimiz head of AI. Hozirgi kunda esa 2026 da, ya'ni hozirgi kunda Janubiy Koreyadan 3 ta dasturchi olganmiz. Ular ham PhD yo'nalishida bittasi bitirib bo'lgan, ikkitasi bitirmoqda. Ular ham o'zbeklar. To есть umumiy bizda 12 ta dasturchilar bor. Ichidan PhDchilar, sun'iy intellekt yo'nalishida bitirganlar 5 ta umumiy. Ya'ni bitirib kelmoqda va bitirganlar. Qolganlar esa har xil universitetda bitirishgan. Inxada mani asoschilardan biri ham bosh direktorim shu Jamshid, u Inxani bitirgan. Bizda shu sun'iy intellekt, agar bizning sun'iy intellektimiz kuchli bo'lmasa, bu qo'ygan, ya'ni vazifalarimizga erishish juda ham qiyin. Hozirgi kunda sun'iy intellekt shunaqangi darajada tez kirib kelmoqdaki, bu kelajak emas, bu hozirgi kun. Va ko'pchilik qo'rqadiki, sun'iy intellekt voy ishimni olib qo'yar ekan-ku deydi. Aslida ishini olib qo'ymaydi. Sun'iy intellektni zo'r gap bor. Ya'ni sun'iy intellektni ishlatishni bilmagan yoki ishlatmaydigan inson ishsiz qoladi. Sun'iy intellektni ishlatadigan inson, sun'iy intellektni foydalanadigan inson u ishda qoladi. Chunki siz sun'iy intellekt bilan bu vosita-ku. U orqali siz tezroq qo'ygan vazifalaringizga erishasiz. Qo'yilgan muddatdan tezroq qilasiz. Chunki u sizni ishingizni tezlashtiradi. Siz uxlagan joyingizda esa u ishlab turishi mumkin. Siz 1 soat qiladigan narsangizni u 1 minutda qilishi mumkin. O'shaning uchun juda ko'p vazifalarni sun'iy intellektga berib, maksimal darajada o'zingizni vaqtingizni ko'proq, ya'ni o'zingizni o'stirishingizga, ya'ni sun'iy intellekt o'rganishga ketirish kerak, чтобы o'zini sohasida kuchli bir mutaxassis bo'lish uchun. O'zini sohasidagi har bir mutaxassis kuchli bo'lish uchun sun'iy intellekt vosita sifatida ko'rish kerak, qo'rquv sifatida emas. O'zim qilaman, men uni aqlliman emas. Xuddi yordamchiga qaraganda ham vositachi. Misol uchun nimadir buzilib qolsa, siz qo'lingiz bilan anaqani buramaysiz-ku. Sizga nima kerak? Atvertka kerak. Yoki plastka gubka kerak. Vositachi-ku ham. O'sha bilan tezroq qilasiz. Qo'lingiz bilan burasangiz, qo'lingizni yirtib olishingiz mumkin. Ishingiz tezroq bitadi. Biz hozir siz bilan blitz so'rov qilamiz. Bu savollarga bo'lgan va bo'lmagan deb javob berishingiz kerak. Tayyor bo'lmagan mahsulotni sotishga urinishga to'g'ri kelganmi? Bo'lgan. Mijoz yoki investorni yo'qotmaslik uchun amalga oshira olishingizdan ko'p va'da berganmisiz? Bo'lgan. Masalani ongli ravishda umid qilib, o'z-o'zidan hal bo'lib ketadi deganmisiz? Bo'lgan. Jamoa yig'ishga qiynalaman, katta jamoa yig'olmayman deb o'ylaganmisiz? Bo'lmaganmi? Loyiha ustida oylar davomida tunlar va dam olish kunlari siz ishlaganmisiz? Bo'lgan. Hozirgacha olib keladi. Muammo marketingda deb o'ylagansiz, lekin muammo mahsulotda bo'lgan. Bo'lmagan. O'zingizni boshqa startaplar bilan solishtirganmisiz? Bo'lgan, tabiiy hol. Va oxirgi savol, hammasini tashlab ketish xohlagansiz, lekin baribir davom etgansiz. Bo'lgan. 5 yildan keyin Tasvision'ni qanaqa ko'ryapsiz asoschi sifatida? 3-5 yildan keyin $100 million yuqori bahoga ega bo'lib, ya'ni 200-300 bo'lishi mumkin. Qanaqa natija qilishimizga qarab. Kompaniyani sotish M&A va uni esa Amerikada qilish. Chunki asosan aytganimdek 55% venture fondlar, PA private equity'lar Amerikada joylashgan. Amalga oshirgandan keyin 1-2-3 oyga dam olish. Refresh. 5 yildan keyin. 5 yildan keyin. 2-3 oy dam olish. Butunlay hammadan telefonlarni o'chirib, hammadan uzoq bo'lib. Yo'q, hozirda ham. Keyin undan keyin esa qaytib yana ikkinchi startap qilish. Va uni IPO darajasiga olib chiqib, tarixda qoladigan, ya'ni biz bu dunyoga ketgandan keyin ham bu kompaniya qolishi kerak. Zo'r. Dam olmay ishlayotgan ekanlar. Prям real founderda. I like pain, dedi. Вообще, все прослезилась. We like pains. Shuncha xuddi bolangizga qaragandek qarayapsiz. Конечно. Unaqa bo'lmaydi. Leba тебя, да? Yo'q, o'zi boshlagan paytlari ham prям 20 karantin paytida boshlagan. Leba тебя, да? Zakon Amazonki-da. Bu bizning yakuniy savolimiz edi. Kelganingiz uchun juda ham minnatdormiz. Bizda siz uchun kichkina bir sovg'a bor IT Park Ventures tomonidan. Bu sizga. Rahmat. Chaqiran joyga otgan rahmat. Bu
Bugungi podkastimizni mehmoni Tasvision asoschisi Shahzod Umirzakov bo'ldilar. Rahmat sizga kelganingiz uchun. Rahmat chaqirganingiz uchun. Sizni startapingizga katta muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Katta natijalarga erishib yurishinglarni niyat qilib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi startapimizni kim bo'lishini xohlaysizlar, kommentariyada yozib qoldiring.